O'zgacha kayfiyat, go'zal va samimiy tilaklar, yorqin xotira, bir umrlik esdalik qalb so'zlari kamina boshlovchingiz Mashhura bilan. Assalomu alaykum. Alaykumsalom. Baxtiyor aka, sizmisiz? Ha, men kim bu? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Akajonim, ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Boringizga shukr akajonim. O'zimni tanishtirib o'tsam, ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan sizni bezovta qilmoqdaman. Ha, tushunarli. Birozgina vaqtingizni va chiroyligina suhbatingizni olsak maylimi? Mayli, qani gapiring. Xo'p bo'ladi, rahmat. Umringizga to'lib toshsin baxt, omad, Allohdan tilaymiz cheksiz saodat. Yaqinlar baxtiga bo'ling salomat. Tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz muborak bo'lsin akajon. Rahmat, Abdushay, katta rahmat. Tinch bo'linglar. Bizning loyihamizga siz uchun chiroyli tabriklar yetib kelgan akajon. Taxminingiz bormi? Qaysi yaqiningiz yo'llagan bo'lishi mumkin? Taxminim bor. Xo'p bo'ladi, bo'lsam tinglaymiz akajon, aytingchi. Ayam bo'lishi mumkin, singlim bo'lishi mumkin, ayolim bo'lishi mumkin. Jiyanim Sevil bo'lishi mumkin, boshqasi esa kelmayapti. Dadam bo'lishi mumkin yana. Albatta akajonim, barcha yaqinlaringiz nomidan, onajoningiz Shirin opa, dadajoningiz Bakir aka, singlingiz Diyana, albatta bolalaringiz Yasmin, Orxon, Emirxon va barcha yaqinlaringiz nomidan jufti halolingiz Shafika opamiz sizni chin qalbi bilan tabriklab qolar ekan. Rahmat, kam bo'lmasin. Hammasiga rahmat. Rahmat, boringizga shukr akajon. Ijozat bersangiz, ayolingizni chiroyli tabrik va dilnomalarni siz uchun o'qib eshittirsak maylimi? Eshitamiz, qani kesin. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum aziz umr yo'ldoshim, qalbimning eng yaqin insoni. Bugungi shu kun bilan sizni chin dildan tabriklayman. Mening hayotimdagi eng katta ne'mat bu sizning borligingiz. Har bir kunimiz quvonchga, har bir oyimni barakaga, har bir yillarimni ma'noga to'ldirib kelayotganingiz sababi ham sizsiz. Sizning mehringiz, e'tiboringiz, bag'rikenglingiz men uchun beqiyos. Qiynalganimda yonimda, kulganimda baxtimga sherik bo'lib turganingiz uchun ming marta rahmat aytaman. Uyimizning usti, farzandlarimizning tayanchi, mening eng ishonchli insonlarimdan birisiz. Alloh umringizni uzoq qilsin, baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Umrimga qo'shilgan har bir kuningiz uchun muborak bo'lsin azizim. Oldindagi kunlarimiz yanada barakali, xayrli, sog'lom va shodlikka to'la bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Sizga tinchlik, uzoq umr, kuch-quvvat va doimiy omad tilab qolaman. Baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Niyat qiling yomon bo'lmasin, orzu qiling armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta, Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb qo'ygan jufti halolingiz. Rahmat, kam bo'lmasin. Bitta-da men yagonamda u. Albatta akajonim. Alloh umringlarni uzoq qilsin. Qo'sha qarib, yuzlarga kirib, yuzlardan oshib yuringlar ilohim. Rahmat, kam bo'lmasin, tinch bo'ling. Rahmat akajon, chiroyli taronalarimiz ham ayolingizni iltimoslariga binoan siz uchun yangrab o'tadi, qabul qila olasiz. Hop. Taqdir degan bir-birimiz bog'labdi. Xudo bizni juftligimiz xohlabdi. O'shal kundan siz-ku ko'ngil sirdoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Tog'im deya har bir ishda suyansam, goh siz kutgan so'z aytishga uyalsam, dil
yoshim. Akajon, yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat katta. Rahmat, Allohga omonatsiz, sog' bo'ling. Rahmat, kamolat ish bo'ladi. Xo'p bo'ladi, rahmat. Приятно bo'ldi. Rahmat hammasiga rahmat. Xo'p bo'ladi.